Bor mehrimiz shu vatan, shu xalq uchun shiori ostida Buxoro viloyatining Olis Shofirkon tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli chekka mahallalarda sog'lomlashtirish oyligi doirasida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil qilindi. Mazkur tadbirlarda kambag'al oilalar va ularning oila a'zolarini sog'lomlashtirish maqsadida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialining tor doiradagi mutaxassislari ishtirokida tibbiy ko'riklar o'tkazildi. Rentgenlar bo'lyaptimi? Nervologiya ishlari bo'lyaptimi? Uzi xodimlari bo'lyaptimi? Hamma soha xodimlari kelib, mana shunday xalqimizning sog'ligini hech qanaqa mablag' xarajat qilmasdan kelib, mana shunday bizga xizmat qilayotganlaringizdan tashakkur bildiraman. Hamma kabinetlarga kirgizib, bitta o'zlari bizani ko'rsatib, ana dorilarimizni yozib berib, bepul benima aytibdilar, ko'rsatibdilar. Rahmat avvalo prezidentimizga. Tibbiy ko'rik davomida sog'ligida muammolari mavjud va xavf guruhiga kiruvchi fuqarolar to'liq qamrab olindi. Bundan tashqari sog'lom turmush tarzi va zararli odatlardan voz kechish haqida targ'ibot ishlari olib borildi. Tibbiy maslahatlar berildi. Bu tibbiy ko'rik davomida mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga borib, oilasini o'zida ularning muammolarini o'rgandik. Birlamish tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Bu yerda fluorografiya, mamma screening, endokrin kasalligi bor bemorlarni ularni to'liq ro'yxatini shakllantirdik. Ularning muammolarini o'rganib, zarur bo'lgan dori-darmonlar bilan ta'minotini, ularning mavjud davolash rejalarini alohida o'rganib, tuman tibbiyot birlashmasida yuqori texnologik operatsiyaga zarur bemorlarni ularni ham davolash ishlarini tashkil qildik. Salomatlik guruhi bo'yicha bir necha fuqarolarning uyiga borilib, mutaxassislar ishtirokida tibbiy ko'rik o'tkazildi va kerakli tavsiyalar bilan birga bepul dori vositalari topshirildi. Men o'zim oyog'im og'rigani uchun poliklinikaga bora olmayman. Hammalariga rahmat. Ana kelib meni uyiga ko'ribdilar. Ushbu tibbiy ko'riklardan asosiy maqsad aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni tashkil etish, kasalliklarni erta aniqlash bo'yicha profilaktik ko'rik va skrining dasturlarini samarali o'tkazish, aniqlangan kasalliklar bo'yicha manzilli sog'lomlashtirish ishlarini tashkil etishdan iborat.